Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun sizlar bilan ikkinchi mavzuyimizni ikkinchi qismiga ham o'tamiz. Bunda 7-savolimizdan 12-savolimizgacha bo'lgan misollarni ko'rib chiqamiz va ularni tahlil qilib o'rganamiz. 7-savolimizda qaysi ifoda qavsda x² plus y qavsda y plus z ga teng deyapti. Buni birinchi qavslarni ochish qoidasiga ko'ra ochib chiqamiz. x² ni y ga ko'paytiramiz, so'ng x² ni z ga. Mana x² y plus x² z va y ni endi har biriga ko'paytirib chiqamiz. Plus y² plus yz. Bunaqa javobimiz B variantida bor ekan va to'g'ri javobimiz B. Keyingi 8-savolimizda aytyaptiki 15x taqsim 36x² plus 18x ifoda 5 taqsim k qavsda 2x plus 1 ga teng bo'lsa, bu yerda k o'zgarmasson va x katta 0 dan k ning qiymati nechiga teng? Shuni topishimiz kerak. Ya'ni mana k ni topishimiz kerak. 15x taqsim 18x buni yozib oldik, tenglashtirib olamiz. Mana bu diqqat bilan qarasangiz 36x² plus 18x bundan bir xilligini olib chiqamiz. 18x ni olib olsak 2x plus 1 qoladi. Keyin 15x bilan 18x ni qisqartiramiz. Ya'ni 3 ga. 15 ni 3 ga bo'lsak 5, 18 ni 3 ga bo'lsak 6. 5 taqsim 6 2x plus 1 va bu yer bir xil. K teng 6. Javobimiz K teng 6. To'g'ri javobimiz esa B. Keyingi 9-savolimizda aytyaptiki 3x ning 4-si minus 3 qaysi ifodaga teng? Ya'ni variantlardan qaysi biriga teng deyapti. Buni bir xillik xatlarni olib keyin soddalashtiramiz. Bunda 3x ning 4-si minus 3. 3 ni olib chiqsak, qavsini tashqariga olib chiqamiz. 3 bu yerda x ning 4-si minus 1 qoladi. Bu ko'rib turganingizdek x ning 4-si minus 1 bu a² minus b² teng a minus b a plus b qoidaga tushadi. Xo'p, yozib chiqamiz. 3 qavsda x² minus 1 x² plus 1 va 3x² plus 1. Mana bu minusligi yana ajraladi. X minus 1 x plus 1. Buni to'g'ri yozib olishimiz kerak. Daraja pasayish qoidasiga ko'ra 3 qavsda x² plus 1 x plus 1 x minus 1. Mana shu tarzda yozib olinadi va to'g'ri javobimiz D. Keyingi 10-savolimizda qaysi ifoda qavsda 3 taqsim x minus 1 taqsim 6x minus 6 ga teng deyapti. Bu yerda x teng emas 1 ga. 1 ga teng bo'lishi mumkin emas. Chunki mana bu yerdagi 6x minus 6 ya'ni maxraj 0 bo'lib qoladi. Shuning uchun x teng emas minus 1 deb aytib shart berib ketyapti. Xo'p, buni mana shunday ko'rinishda yozib olamiz. Taqsim belgisi bo'lishni bildiradi. Bu ya'ni 1 taqsim 6x minus 6. Bunda yana ko'rib turganingizdek 6 ni chiqarib olsak 6x minus 1 qoladi. 6 bilan 3 ni qisqartiramiz va 1 taqsim 2x minus 1 ning kvadrati. Chunki mana bu yerda ham x minus 1 bor, bu yoqda ham shu. Va to'g'ri javobimiz D. Keyingi 11-savolimizda xuddi yuqoridagidek sharti bir xil ekan. Ya'ni qaysi ifoda
ko'paytirilgan qavsda 3x kvadrat minus 5 ning kvadrati minus 3x kvadrat minus 5 ning qavsda kvadratiga teng deyapti. Xo'p, buni topsak, birinchi bo'lib oson bo'lish uchun, ya'ni vaqtdan yutishimiz uchun 3x kvadrat minus 5 ni shu ifodani o'zini a deb belgilab olsak, bu ham shunda a bo'ladi. 2a kvadrat minus a kvadrat. Bundan bir xillik ko'ryapsan-a? A kvadratni chiqarib olsak, 2 minus 1 teng a kvadrat. Teng a kvadratimiz o'zi 3x ning kvadrati minus 5 deb belgilab olgan edik. Shuning uchun 3x kvadrati minus 5 ning qavsda kvadrati. Buni ochib chiqsak, 9x ning 4-si minus 30x ning kvadrati va plus 25. Mana bu yerda 30x ning kvadrati bu minus 2ab, ya'ni 2ab. 3 kara 5 15 va 2 ga ko'paytirsak 30, ya'ni minus 30x kvadrat. Va to'g'ri javobimiz B. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 12-savolimizga o'tsak, bunda qaysi ifoda y minus x kvadrat taqsim xy minus y kvadratga teng deyapti. Bunda y teng emas 0 va x teng emas y kabi shart berib qo'ygan va shu shartga asoslanib bu misolimizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi umumiylarni olib chiqsak, x ni olsak, y minus x qoladi. Bundan o'ylab ko'ringchi, qaysi birini? Ya'ni y ni olamiz va y x minus y. Bular bir xil emas, shuning uchun yuqoridan minusni olib chiqsak, qavsdan tashqariga x minus y ko'rinishda qoladi va endi qisqartirsak bo'ladi. Bularni qisqartirsak, minusdan x taqsim y. Ishoraga e'tiborli bo'lamiz. Javob variantlarimizda shuni musbatligi ham bor, minusligi ham bor. To'g'ri javobimiz D, ya'ni minus x taqsim y. Bizni kuzatishda davom eting. Biz siz bilan keyingi darsimizda, ya'ni darsimizning 3-qismida 13, 14, 15 savollarni ko'rib chiqamiz. Ularning tahlili bilan tanishib chiqamiz.